Qamoqdan qochgan pedofil 3-sinf qizni zo'rladi. 16-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan Manzil koloniyada jazosini o'tayotgan 31 yoshli mahkum qamoqxonadan qochib, 3-sinfda o'qiydigan qizni zo'rladi. U shu kunning o'zida protsessual tartibda ushlangan va unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan. Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi, ya'ni jinsiy ehtiyojini zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Ajablanarlisi shundaki, ushbu shaxs 2018-yilda aynan nomusga tegish jinoyatini sodir etishda aybli deb topilib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazoni esa umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. U 2024-yilda Manzil koloniyaga o'tkazilgan. Esingizda bo'lsa, ushbu voqeadan 2 kun oldin Namanganning Yangiqo'rg'on tumanida 38 yoshli erkak tog'asining uyidagi to'yga borib, uning 7 yashar nevarasini aldab, nomusiga tekkandi. U ham bundan oldin 2 marta shunga o'xshash jinoyatlarni sodir etgani uchun sudlangan va ma'lum muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Oxirgi paytlarda kunora kuzatilayotgan bunday vahshiyliklarga sizning fikringiz qanday? Izohlarda albatta yozib qoldiring.